Yukarıda biz qanda bütün sonlarga bütün sonlarni ko'paytirishni ko'rdik shunda ama navbatda qanda bo'lishni ko'ramiz. Men bir qancha savol yozib tayyor qo'ydim. Unda bo'lsa bu xil tipdagi bo'lishni yaxshi ishlash uchun qanday bo'ldi desa ko'paytirishni nihoyat yaxshi bilish kerak. Unda bo'lsa masalan qanda oddiy kasr nuqtasidan bu 4 dan 36 deb o'qiymiz. Ya'ni 36 ni 4 ga bo'lang degan ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lsa 36 ni 4 ga bo'lgan vaqtda biz manda o'ylaymiz. Unda bo'lsa nechini 4 ga ko'paysam qanda 36 kelib chiqadi. Javobdan necha? 9 shunda ama ko'paytirish keldi. 48 ni 4 ga bo'lganmiz. Vatanda biz qanday bo'lib to'xtasa 48 ni yozib 4 ga bo'lmay shunda ama 4 ni 4 ga bo'lsam necha? 1 1 kere 4 4 shunda ama elvasam necha? 0. 8 ni tatdim. 8 ni 4 ga bo'lsam, ya'ni 8 ning ichida 4 dan nechasi bor. Javobdan necha? 2 2 kere 4 8 elvasam qanda 0. Unda 48 ni 4 ga bo'lsam necha chiqadi ekan? 12 chiqdi shunda ama. Unda 42 nima? Yana bir narsa so'zlab qo'yay. Turkiyada buni bo'lishda qanday ma'qul shaklda bo'ldi. 48 ni yozib 4 ni ma'qul shaklda. Bu bölüngüçi, bu bölgüçi şimdi ama 4 ne? 4 ki bölsem neçe? 1, 1 kere 4, 4, elvesem kanda 0. 4'ten 4 ne ötümüz? 8 şu pet kildo şimdi ama 8'in 4 ki bölsem neçe? 2, 2 kere 4 neçe? 8, elvesem kanda 0. Əməliyyatda qandaysa bizdən vətəndəki bölüş bu xil usulumuz bilan Türkiyədəki oxucuların bu xil bölüş usulu qanda mahiyyət cəhətdən qanda oxşaş. Fəqət qanda bulduğusu şəkil oxşamaydı. Biz bunun ma'qul şəklini qo'llanib hesaplash ep barmiz. Unda bo'lsa 42 ni qanda 3 ga bo'lib boqay. 42 bölüngüçi 3 qanda bölgüçi. 4 ni 3 ga bo'lsam necha? 4 ni 3dan 1 bor. 1 kere 3, 3 elvasam necha? 4 ni 3dan alsam 1. 2 ni tatdık şuna ama 12 ni 3 ga bo'lsam necha? Yani 12 ni 3 ga bo'lsam 3 ni necha ko'paysam 12 bo'ldi? 4. Ondan sonra 3 kere 4 12 elbetimiz her daim bölüşte şuna ama ko'paytirishda qanday qildik? Qo'shib biritdik. Unda olsa 42 ni 3 ga bo'lsam necha chiqdi ekan? 14 ko'paytirilgan. 72 ni 9 ga bo'lsam albatta 8. Shunda ama unda olsa 12 ni 9 ga ko'paytirdi ekanmi? 9 kere 2 18, 8 düştü 1 köngül 9 kere 1 9, köngüldeki 1 ölen 10. 108 ama 14 ne? 8 ki köpeysem ço. 8 kere 4 32, 2 düştü 3 köngül, 8 kere 1 8, köngüldeki 3 ölen 100 neçe? 12. Biz qo'shishni ügünüp olduk aldığımız saatte şimdi ama 108 ge 112 ne? Qanda qo'shidi ekanmi? Birler xonasini udul-mudul, onlar xonasini udul-mudul, yüzler xonasini qanda udul-mudul yazılmış şimdi ama 8 kişini qo'shsam necha? 10, 0 düştü 1 köngül, 0 ga 1 ni qo'shsam 1, köngüldeki 1 ölen 2, 1 ga 1 ni qo'shsamcha 2. Javobdan necha bo'lgan? 220. Unda olsa ma'qul savol qarab boqaylik. 216 qanda bo'lingan 6 şimdi ama 2 6 ga yetamda yetmaydi. Unda olsa 21 ni bo'lamiz. 21 ning ichida 6 dan nechasi bor? Elbette 3'ü var. Şimdi ama 3 kere 6 neçe? 18. Mesela bazılarının deydi 4 var mı? Ya 4 kere 6 diyen neçe okutudu? 24 okutudu şimdi ama bu 26'nın içinde 6, 6, 6. 3 katını koysam neçe buldu? 18 buldu. Yani 3'ünü koysam 21 buldu. Şimdi ama yetmeydi. Onda olsa 4 çıkanmaydı maya. 3 kere 6 neçe? 18. 21'in 18'ini alsam 3. Şimdi ama 6'nı tattık. 36'nı 6 gibi bölsem 6. 6 kere 6 36 elvetsem 0 hesaplash tugide degan gap. Unda o'z javobdan ne chiqadi ekan? 36 shunda ama yana birisi bor ekan. 256 bo'lingan necha? 8. 2 8 ga yetmaydi, 25 ni bo'lamiz. 25 ni 8 ga bo'lsam necha? 3. Ya'ni 25 ni ichida 8 ning 3'ü bor. Unda 3 kere 8 neçe? 24 elvetsem 1. Şunu ama anan diken qanda 6'ını tattım. 16'ını 8 gibi bölsem 2. 2 kere 8 16 elvetsem neçe? 0. Onda cevaptan neçe oldu? 32 oldu. Onda bolsa men nayt addi sualdan doskoga birini yazay. Mesela bu yerga yazay bunu. Neçin sual? 4-cü sual. Mesela minus 72 bölüngen neçe? 9 dep yazsın. Biz hazır kadar qanday qildik? Musbat bütün sonlarni musbat bütün songa böldük. Onda olsa bu yerda manfiy bütün sondan birisi chiqdi. Shunda ama bu sual asli mundaq keldik. Minus 63 bölüngen necha? 9 deb. Minus 72 ni 9 ga qanday bilamiz? Onda olsa men javobini deb bergishtiray. Shunda ama minus yani qanday manfiy bütün sonni musbat bütün songa bo'lgan vaqtda minus belgisi keladi. 72 ni qanday qilamiz? 9 ga bo'lamiz. Javob necha? 8.
köpeytilgen. Minus 60'ni minus 9'a bölgen çağımda kanda minus 7 çıkıdı şuna ama onda biz bu ayetten menfi bütün sanğa menfi bütün sanını köpeytişini gördük. Minus köpeytilgen minus kanda bu kütüdü o plus minus minus plus şuna ama cevaptan 56. Növbette biz kanda menfi bütün sanlarını musbat bütün sanğa bölüşünü görürüz. Onda olsa menfi bütün sanlarını musbat bütün sanlarga kanda bölümüz. Ben qaidesini yazıp tayaq koydum. Musbat bütün sanını musbat bütün sanğa bölsek kanda musbat san çıkıdı. Yani musbat sanını menfi sanğa bölsek menfi san çıkıdı. Menfi sanını musbat sanğa bölsek jo menfi san çıkıdı. Menfi sanını menfi sanğa bölsek jo musbat san çıkıdı. Yani bizning qanday köpeytishga o'xshash. Plusni plusga bölsem plus, qanda plusni minusga bölsem minus, qanda minusni plusga bölsem minus, minusni minusga bölsem plus bo'lgan. Shundami? Plus plus kelgan vaqtda plus kelgan, minus minus kelgan vaqtda plus kelgan. Agar bir tal minus, bir tal plus o'tqazchi, xuddi köpeytishga o'xshash menfi san, ya'ni minus chiqadigan shundami? Bir qancha misol ko'rib boqaylik. Masalan, qanda plus plus dedim shundami? Musbat butun sanni musbat butun songa qanda bo'lish. Unda bo'lsa 8ni 2 ga bölsem necha bo'ldi? Javobdan necha? 4. Shundami? Musbat san chiqdi. Unda bo'lsa masalan 8ni minus 2 ga bölsemchi minus 4. Shundami? Unda bo'lsa masalan minus 8ni qanda 2 ga bölsem. Chunki 2 degan qanda musbat san, minus 8 degancha menfi san. Shundami? Javobdan necha bo'ldi? Minus 4. Unda bo'lsa menfi sanni menfi sanga bölgenme. Mesela minus 8 bölüngen minus 2. Minusni minusga bölsem qanda plus bo'lib ketadi. Javobdan necha? 4. Mesela biz 2 tal qanda sual ishlab boqaylik. Birinchi savol 48 bölüngen necha minus 6 köpeytilgen minus 63 bölüngen necha 7. Unda qanday bo'ldi? 48 ni 6 ga bölsem necha? 8 chiqdi. Lekin ma'u musbat san, ma'uchu menfi san. Unda bo'lsa musbat sanni menfi sanga bölsek nima chiqdi? Menfi san chiqdi shundami? Minus 8 köpeytish keldi. Minus 60 ni 7 ga bölganman. Shundami? Menfi sanni musbat sanga bölganman, menfi san chiqdi. Unda bo'lsa minus qanda 9. Lekin matematikada nima dedik bu ayetdan? 4 əməl var. Qoşuş, eliş, köpəytiş, bölüş. 2 əməl arqa kelenmeydi. Bunu qanda çoxun minus 9'ni tırnaq işiga ep qo'yish kerak. Unda olsa minus 8 ga minus 9'ni köpəysək shundami? Minus minus nima bo'lib ketdi? Plus 72. Yani qanda musbatdan chiqdi shundami? Ikkinchi savolni ko'rib boqaylik. Minus 20 bölüngen minus 5 köpəytilgan necha? Minus 56 bölüngen 8. Mahsul şekilde ekan. Nima dedik? Menfi butun sanni yoki menfi sanni menfi sanga bölsek, shundan bu qanday bo'ldi? Musbat san chiqdi. Javobdan necha? Minus minus yo'qolib ketdi. 20 ni 5 ga bölsem 4. Unda bo'lsa ko'paytish keldi. Minus 56 ni 8 ga bölganmiz. Qanday? Menfi butun sanni musbat sanga yoki menfi sanni musbat sanga bölsem nima bo'ldi? Menfi san chiqdi. Shundami? 56 ni 8 ga bölsek 7. 4 əməlin içindeki qanday 2 əməl arqa kelenmeydi. Çoxum tırnağı ep qoymiz. Unda olsa musbat sanğa menfi sanni köpeytirganmi? Yani qanda plusga minusni köpeytirganmi? Javobdan necha? Minus 28. Ba'zilar so'rashi mumkin. Ma'lum bu yerdagi qanda 4 qanda musbat san bo'ldi. Bu yerdagi 4 amaliyotni nimaga teng dedik bu yerdan? Plus 4 ga qanda teng, hech qanday farq yo'q. Shunga biz odatda bu yerdagi plusni yozib o'tmaymiz. Bugünkü dersimiz yani bütün sonlarni köpeytish ve bölüş müşahede ahırlaştı. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.